Yu Huay 1960-yilda Xitoyning Xanjua shahrida tug'ilgan. Stomatologiya yo'nalishi bo'yicha tahsil olgan. Mazkur sohada 5 yil faoliyat yuritgach, kasbini butunlay tashlab, hayotini adabiyotga bag'ishlagan. Uning Yashamoq nomli mashhur romani 1993-yilda nashr etiladi. Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga zamonaviy Xitoy adabiyotining eng mashhur va ta'sirli asarlaridan biri bo'lgan Yu Huayning Yashamoq romani haqida so'zlab beraman. Bu roman bir qarashda oddiy insonning hayoti haqida hikoya qilgandek tuyuladi, ammo asarni o'qigan sari uning asli mazmuni ancha chuqur ekanligini anglaymiz. Muallif inson hayotining qanchalik murakkab, sinovlarga boy va shu bilan birga qanchalik qadrli ekanini ko'rsatishga harakat qilgan. Asarda urush, ochko'rchilik, qashshoqlik, siyosiy o'zgarishlar va oilaviy fojialar tasvirlangan bo'lsa-da, uning asosiy g'oyasi har qanday vaziyatda ham yashashdan voz kechmaslikdir. Roman bosh qahramoni Fugey badavlat oilada tug'ilgan yigit. U yoshligida ota-onasining boyligiga ishonib, mas'uliyatsiz hayot kechiradi. Do'stlari bilan vaqtini qimor o'ynab o'tkazadi. Oxir-oqibat u oilasining barcha mol-mulkini qimorga yutqazadi. Natijada Fugey va uning oilasi qashshoqlikka tushib qoladi. Bu voqea uning hayotidagi eng katta burilish nuqtasi bo'ladi. Shundan keyin Fugey o'z xatolarini tushunadi va halol mehnat bilan yashashga harakat qiladi. Uning sadoqatli rafiqasi Jiashen eng og'ir damlarda ham uni tark etmaydi. Ular birgalikda oilasini saqlab qolish va farzandlarini voyaga yetkazish uchun kurashadilar. Bu esa asarda oilaga sadoqat va mehr-muhabbatning naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Ammo hayot Fugeyga tinimsiz sinovlar yuboradi. U urush dahshatlarini boshdan kechiradi. Yaqinlarini kasallik va turli baxtsiz hodisalar tufayli yo'qotadi. O'g'li, qizi, rafiqasi va boshqa yaqin insonlarining o'limini uning qalbiga chuqur iz qoldiradi. Har safar u yangi fojiani boshdan kechiradi, ammo baribir yashashda davom etadi. Roman davomida muallif shuni ko'rsatadiki, insonning haqiqiy boyligi pul yoki mol-dunyoda emas, eng katta boylik oila, sog'lik, mehr, tinchlik va yashash imkoniyatidadir. Fugey barcha boyligini yo'qotadi, ammo hayotning haqiqiy qadrini nimada ekanligini aynan shundan keyin anglaydi. Yu Huayning roman orqali oddiy insonning taqdiri orqali butun bir davr tarixini ham aks ettiradi. Asarda Xitoyning urush yillari, fuqarolar urushi va keyingi siyosiy o'zgarishlar oddiy xalq hayotiga qanday ta'sir qilganini juda tabiiy tasvirlangan. Muallif tarixiy voqealarni quruq faktlar sifatida emas, balki inson taqdiri orqali ko'rsatadi. Shu sababli kitob o'quvchiga yanada ta'sirli tuyuladi. Asardan olgan eng katta xulosam shuki, hayot doimo biz kutgandek kechmaydi. Ba'zan quvonch, ba'zan esa qayg'u bo'ladi. Lekin inson qanday vaziyatda bo'lmasin, yashashning o'zi katta ne'mat ekanligini unutmasligimiz kerak. Xulosa qilib aytganda, Yu Huayning Yashamoq romani inson hayoti, sabr, matonat va umid haqida yozilgan eng ta'sirli asarlardan biridir. Bu kitob meni hayotga boshqacha nigoh bilan qarashga undadi. Men ushbu romanni hayotining qadriga yetishishni istagan barcha kitobxonlarga tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.